Televizor ko'rguvchilar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Minxun shahrida qurultay markaz organi uchun maxsus ishxona uyi setilish haqidagi chaqiriqi chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishib kelmoqda. Qurultay markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, qurultay bu vaqt iqtisodiy safarbarlik boshlagan 12 martdan hozirgacha bo'lgan bir oyga yetmagan vaqt ichida qurultay uchun ishxona uyi setilishga zarur keraklik bo'lgan iqtisodning mutlaq ko'p qismi yig'ilib bo'lgan. Hozirgacha yig'ilgan iqtisodning yarimiga yaqinroq qismi Germaniyaning Minxun shahrida yashayotgan fidokor Uyg'ur qarindoshlarimizga mansub. Har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizmi qurultayning chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shib, o'zlari turishliq davlatlardagi Uyg'ur jamoat orasida qurultay markaz organi uchun maxsus ishxona uyi setilish uchun iyon to'plash harakatini davom qildirmoqda. O'zining bir qancha tilda nashr qilingan Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobidan keldigan qalam haqqi va oilasidagilarning yordam bo'lib jami 57 ming yevrolik yordam bilan tunji bo'lib iyon to'plash faoliyatini boshlagan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning qurultayning mazkur chaqiriqiga bo'lgan yuqori darajadagi qizg'inligidan va fidokorligidan cheksiz g'ururlanish va iftixorlanish tuyg'usi his qilganligini, butun qurultay rahbarlari ham vakillarining milliy kurashimizga bo'lgan ishonch va qizg'inligini yanada oshirganligini ifoda qilish bilan birga, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Minxun shahrida qurultay markaz organi uchun maxsus ishxona uyi setilish haqidagi chaqiriqiga ovoz qo'shgan butun vatansuyar qarindoshlarimizga qurultay nomidan alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ishxona uyi setilish ishini oldimizdagi oyning oxiriga qadar tamomlab bo'lishni plan qilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgan 2004-yildan buyon qurultayning markazdagi rahbar va xizmatchi xodimlari Minxun shahrida ijaraga ilingan kichik va tar ishxonalarda xizmat qilib kelmoqda va bu jarayonda 250 ming yevrodan ortiq ijara to'ldi. Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultiyining hozir qadar o'ziga oid bir shaxsiy ishxonasi bo'lmasligi chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizni va siyosiy faoliyatchilarimizni bearam qilib kelgan nuqtalardan biri edi. Agar buning uchun yordam berishni orzu qilgan tashkilotlarimiz va qarindoshlarimiz bo'lsa, qurultay markaziy ishxonasi bilan bevosita aloqalashsa bo'ladi. Aloqalashuvchilar Turg'unjon Alovuddin Hojim. Aloqalash nomeri 0049 176 10 38 27 64. Abdujilla Ahmad Qarajim. Aloqalash nomeri 0049 176 28 58 0160. Dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimiz 1990-yili 4-oyning 5-kuni vatanimizda yuz bergan Barin inqilobining 33-yilligini turli shakldagi faoliyatlar orqali zo'r ko'lamda xotirlashga tayyorlanmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Barin inqilobining 33-yillik munosabati bilan 30-mart kuni maxsus axborot e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni, o'zlari turishliq davlatlarda Barin inqilobining 33-yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin qahramonlarimizga bo'lgan sevg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga chaqirgan edi. Barin inqilobining 33-yilligi tunji bo'lib 3-aprel kuni Kanadaning poytaxti Ottavadagi Xitoy elchixonasi oldida o'tkazilgan birlashma namoyish bilan xotirlandi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri Mehmet To'xta apandim riyosatchilik qilayotgan Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti, Kanadadagi musulmon, yahudi, xristian, katolik, buddist jamoatlarining vakillari Ottavadagi Xitoy elchixonasi oldiga yig'ilib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkiston musulmonlariga qaratgan majburiy dinsizlashtirish siyosatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Har qaysi dinlarga mansub jamoatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi birlik sap qurishi siyosiy kuzatuvchilarning alohida diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Qurultay markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, Barin inqilobi yuz bergan 5-aprel kuni Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining o'rinlashtirishi bilan Bishkekda Barin shahidlarini eslash iftor faoliyati o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'iston rahbarlari ham vakillarining uyushtirishi bilan 5-aprel Olmuti shahrida Barin inqilobining 33-yilligini xotirlash va Barin shahidlarini eslash asos mazmun qilingan iftor faoliyati o'tkazildi. Uningdan boshqa Barin inqilobining 33-yillik munosabati bilan 5-aprel kuni Kanada, Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Türkiye, Angliya, Gollandiya, Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya, Shvetsariya, Fransiya,
Avstriya qatarlıq köplىگەن dövlətlərdə Xitayning irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyishlar va barin shehidlarini əslash asos mazmun qilingan muhokama va suhbat yig'inlari, shundoqla nazr faoliyatlari o'tkaziladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida har qaysi ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning o'zlari turishliq davlatlardagi tashkilotlarimiz tarafidan barin inqilobining 33-yillik munosabati bilan uyushtirilgan faoliyatlarga aktivlik bilan ishtirok qilishni umid qilganligini ifoda qildi. Amerika sanoatlashgan 7 davlat guruhini agar Xitoy bu guruhning a'zolari va uning sheriklariga qarta iqtisodiy zo'ravonlik qilsa, uningga qarta o'rtaq harakat elib berishni talab qilgan. Yaponiyada chiqadigan Nikkei Asia tor jurnalining xabar qilishicha, navbatda Amerika sanoatlashgan 7 davlat guruhining a'zolaridan Kanada, Angliya, Fransiya, Yaponiya, Italiya, Germaniya va bu guruhning sheriklaridan Yevropa ittifoqini o'rtaq tadbir ilishga harakatlantirmoqda ekan. Xabarda yana Amerika hukumati va davlat majlisining Xitoyning iqtisodiy zo'ravonligiga qarta tamojna bejini o'stirishni o'z ichiga olgan o'chilish xarakterlik tadbirlarni ilishni oshkorlaganligi. Bu tadbirlar Beijingning boshqa davlatlarga iqtisodiy zo'ravonlik qilishni cheklashga qartilgan deb qaralganligi bildirilgan. Nikkei Asiyaning bildirishicha, o'rtaq harakatning tafsiloti sanoatlashgan 7 davlatning boshliqlar yig'ini bu yil 5-oyda ichilishdan burun mazkur guruhning bu navbatlik rais bo'lgan Yaponiya bilan muzokara qilindi ekan. Xabarda Amerikaning o'rtaq harakat qilish masalasida Yaponiya va Yevropa ittifoqining qo'llashini talab qilganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy COVID-19 virusining kelish manbasini tekshirishni, Tayvan bilan munosabatni kuchaytirishni yoki Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni javobgarlik tortishni talab qilgan davlatlarga qarta iqtisodiy cheklama qo'yib, bu davlatlarni tashqi siyosatda o'ziga yo'l qo'yishga majburlab kelgan. Nikkei Asiyaning ko'rsatishicha, Amerikaning o'rtaq harakat plani Xitoyning bu xil iqtisodiy zo'ravonligining ta'siriga uchirgan davlatlarga qarta tamojna bejini azaytish, import mollarining miqdorini ko'paytirish, bu orqali Xitoy iqtisodiy zo'ravonligining ta'sirini azaytish qatorliqlarni o'z ichiga olgan ekan. BDT tarafidan bekitilgan xalqaro islom vaymisiga qarshi kurash kuni munosabati bilan Germaniyaning asos qonun mahkamasi joylashgan Karlsruhe shahrida 19 martdan 2 aprelgacha davom qilgan e'tiqod erkinlik kuni yarmankasi jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning Uyg'urlar qaratgan majburiy dinsizlashtirish siyosati yarmankining asosli mazmunlarining biriga aylandi. Yarmanki boshlangan kundan tortib Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti tarafidan kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va dinsizlashtirish siyosati asos mazmun qilingan ko'rgazma ochilgan. Yarmanki jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultiyining Karlsruhe shahrida turishliq vakili Anvar Ahmad apandim yarmanki qatnashuvchilarga Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va Xitoy davlatining Sharq Turkistonda ilib berayotgan dinsizlashtirish siyosati degan temada ko'p qatim doklad bergan. Anvar Ahmad apandim bilan birga yarmankida ochilgan Uyg'urlar haqidagi ko'rgazmaga mas'ul bo'lgan qurultay vakili Amangul Aziz xonimmi yarmanki qatnashuvchilarining Uyg'ur masalasi haqidagi turli savollarga javob bergan edi. Yarmanki oxirlashgan 2 aprel kuni Yarmanki maydonidan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Anvar Ahmad apandim bu haqda ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Germaniyaning Karlsruhe shahrida e'tiqod erkinligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan yarmanka 3-oyning 19 kuni boshlanib, degan 3-oyninki 4-oyning 2 kuni oxirlashdi. Bu 15 kunlik yarmankini oldigan bo'lib 3000 ga yaqin kishi ziyorat qilgan. Bu ziyorat qilish jarayonida Sharq Turkistondagi diniy dafsanchilikka oid, shundaqla Sharq Turkistonda Xitoyning elib berayotgan irqiy qirg'inchilikka oid maxsus tayyorlangan tashviq varaqlaridan 4000 parchadan ortiq tarqatilgan. Nimaga bu yarmanka qatnashuvchilarning hammasi bu Uyg'urlar masalasini asos tema qilib Uyg'urlarga munosabatlik tashviq varaqlarini ko'plab olgan ham kelgan. Planimiz bo'yicha bu yarmanka planimizda o'rlashtirilgan bo'yicha oyoqlashdi. Bu yarmankani xatar ostidagi millatlar tashkiloti, Karlsruhedagi munosabatli hukumat organlari, kishilik huquqni qo'llash tashkilotlari, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi birlikda hamkorlashib elib borgan plan bo'yicha yarmanka naytda yaxshi o'tdi. Germaniyaning bundaq oliy qonun markazlashgan bundaq shaharda bundaq yarmankani o'tkazish muhim ahamiyatga ega.
Uyg'urlarning qadimiy shahri Qashqar bilan O'zbekiston poytaxti Toshkent orasida 2 apreldan boshlab rasmiy yuk poyezdi qatnashi boshlangan. Lekin bu yuk poyezdi qatnashi Qirg'iziston orqali emas, balki Sharq Turkistonning Qo'rg'as eg'izi orqali Qozog'istonni aylanib mangdi ekan. Yük poyezdi qatnashining atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq partkom sekretari Mashinurining o'tgan oyning oxirlaridan boshlab Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq sobiq Sovet ittifoqi jumhuriyatlarini tuyuqsiz ziyorat qilishning orqasidan boshlanishi diqqat qo'zg'adi. Xitoy hukumat taratqullarining xabarlarida Mashinurining ziyoratda qatnash ulaslarlar sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishni, bo'libmi Qashqar, Toshkent orasidagi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini tezroq ishga oshirishni nuqtaliq ta'kidlaganligi qayd qilingan edi. Xitoy xabarlari to'g'rining bildirishicha, 2 aprel kuni Qashqar temir yo'lining yuk besish markazida marosim o'tkazilib, 50 konteyner raxt besilgan yuk poyezdi Toshkentga qarab yo'lga chiqqan. Xabarda bu yuk poyezdining Qo'rg'as eg'izi orqali Qozog'istondan o'tib Toshkentga yetib berish uchun 4500 kilometr musofani besib o'tadiganligi, onun 12 kunda Toshkentga yetib boradiganligi bildirilgan. Lekin mazkur poyezd yo'li Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini O'rta Osiyo jumhuriyatlariga texim ko'p eksport qilib, bu xil sistemaning teximi uzoq davomlashishiga yo'l etishi mumkin degan andish paydo qilmoqda. Amerikaning New York shaharlik universitetidagi professor Shaminga o'xshash ba'zi mutaxassislar Amerikaning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklashdan keyin Xitoyning bu mahsulotlarni bir balvoq bir yo'l liniyasiga davlatlarga eksport qilishining piyig'i tushganligini bildirmoqda. Xitoy xabarlari to'g'rining oshkorlashicha, bu yilning dastlabki 2 oyida Qashqardan bir balvoq bir yo'l liniyasidagi davlatlarga 8 milliard 750 million yuanlik mahsulot eksport qilinib, o'tgan yilning o'xshash mezgildagidan 68,8% oshgan ekan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.